chinni olishi eng muhim ikkita qoidasi. Bozorga kelganinglarda to'g'ri mahsulotlar juda ham ko'p, juda ham ko'p. Do'konga kirganda ko'pchilik aytadi, qizlarga olmoqchiman, yaxshi bo'lsin deydi-da. Masalan, mana ham yaxshi, palonchi sunma desa, yo'q, bu menga yoqmadi deydi. Lekin mana ko'ring, sifati yaxshi desam, mana shu yoqdi deydi. Lekin narxi arzon ekan deydi. Yo'q, menga deydi, qimmati kerak deydi. Mana qimmati, oling shuni desam, yo'q, menga yoqmadi deydi. Nima qilasiz bo'lmasa shunchalik puliga qiziqib. Birinchi o'chirtda yoqdimi? Bo'ldi, overing. Qolgan puliga boshqa narsa qo'shib olasiz. Qaytanga sizga yaxshi emasmi? Yaxshi mahsulotni siz arzonga olasiz. Nima qilasiz yomon mahsulotni qimmatga olib? To'g'ri, bozorda har xil mollar bor. Ko'pchilik keladi-da, menga qizimga uzatishga yaxshi molni ko'rsating deydi. Yaxshi molni ko'rsatsak, menga bu yoqmadi deydi. O'shanga birinchi o'chirtda yoqsin, ikkinchi o'chirtda pul to'g'ri kelsin. Sizlar birinchi o'chirtga pulni qo'ya olmaylik. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, Chin saroyda kutib qolamiz.